Assalomu alaykum hammaga. Videoning boshlanishida like va podpiskani tashlab qo'yinglar, chunki qiziqarli ma'lumotlar, ajoyib ma'lumotlar bilan ulashib boramiz. Hammaga rahmat. Hop, biza hozir Vaymardan 8 kilometr uzoqlikda bo'lgan Buchenwald konslageriga tashrif buyurdik. O'sha urush vaqtida ma'lumotlarni aytib ketmoqchiman. Urush vaqtida 1939-yilda Gitler boshchiligida bu joy tashkillashtirilgan ekan, ya'ni mahbuslarni o'sha yerda saqlab, ishlatib tarixiy joy desa ham bo'ladi. Hozir endi ko'rdik, hozir xat olganmiz. Karta oldik, 1 yevroga kirish tekin. Menimcha videoga olish ham tekin bo'lsa kerak. Shu hozir birma-bir kuzatib aylanib chiqamiz. Bu joyda territoriyasi, maydoni juda katta. Buk daraxtli o'rmon ekan, vakillar shunaqa ekan. Shuning uchun Buchenwaldda joylashgan konslager deyilar ekan. Hozir biz o'zimizda turadigan boshlanish hudud tomonga qarab ketyapmiz. Juda ajoyib qiziq narsalar bizlarni kutib turibdi. Bu 1938-yilda ochilgan o'sha kuchuklarni saqlaydigan joy ekan. O'sha paytdan shu holicha saqlanib qolingan. Buchenwald konslageri deyarli eski holatida qanaqa bo'lsa, shunday holatda saqlab qolingan. Hozir ko'rib turganinglar bu kirish qismi, zaborlar bilan o'ralgan bu qamoqxona. Bu esa asosiy kirish qismi, ya'ni konslagerga asosiy kirish qismi. Biz qamoqxonaning ichidamiz. Bu yerda kishanlar ko'rib turibsizlar. Ochsa bo'ladimikin, kirsa bo'ladimikin? Yo'q, ochib bo'lmas ekan. Bu yerda hojatxonasi. Bu yerda mahbuslarni saqlashgan ekan, mana. Hozir bu yerda mahbuslarni saqlashgan. Ichkarida juda bir qo'rqinchli, vahimali joy desam bo'ladi. Mahbuslarni shu yoqqa saqlashgan. O'sha davrdagi odamlar qanaqa qiynalishgan bilmadim. Kirganingizdan keyin sizni shunaqa katta bepoyon maydon kutadi, chunki bu bo'sh maydon emas. Oldin bu maydonda binolar tashkil topgan. Hozir ko'rib turgan tikka toshlar bu qiynoqqa solingan mahbuslarni xotirasiga bag'ishlangan bo'lsa kerak. Yuqoridan xaritadan ko'rganda bu maydonda aytib o'tganimdek konslagerdagi foydalanadigan binolar qad rostlagan. Asosiy yurish yo'laklari toshli. Agar kelishingizga maslahat beraman, yengil oyoq kiyim olishinglarni, chunki yurishga ozgina noqulay hududlar. Shu holatda saqlab qolinganligi uchun. Ko'rib turgan video lavhangiz animatsiya videolar lavhadan olingan bo'lib, konslagerni oldingi binolarini qad rostlaganini ko'rsatadi. Ya'ni yuqorida ta'kidlab o'tgan binolar. Bu binolar aniq nechinchi yilligini bilmayman. Konslagerga hujumga o'tishgan paytida
o'q otishmalar tufayli vayronaga uchragan joy. Bu yog'ochdan qurilgan bino askarlarni yashash turar joy binosi hisoblanar ekan. Bu joyni kichkina xotira maydonchasi deb atasak ham bo'ladi. Chunki bu maydonchada har xil ismlar, ya'ni adashmasam mahbuslarni ismlari, shu qiynoqqa solingan insonlarning ismlari va 3-4 ta tilda berilgan ma'lumotlarga asoslangan bir xotira maydonchasi ekan. Konslagerni muzey qismi ham tashkil qilingan ekan. 1985-yilda bu bino ko'rgazma sifatida ochiq holatda ishlab kelayapti ekan. Ya'ni bu mahbuslarni kundalik hayotda ishlatgan narsa buyumlari, kiyim-kechaklari, umumiy olganda huquqbuzarliklarini isbotlovchi, dalillovchi muzey sifatida olingan. Bu muzey nimaga tashkillashtirilgan? Bu muzeyga maktab o'quvchilari olib kelinadi, chunki oldingi ota-bobolarini qilgan xatolarini qaytarilmasligi, bunaqa beshafqat bo'lgan voqealar qaytarilmasligi uchun bu muzey tashkillashtirilgan. Ko'rib turgan hamma jihozlar, buyumlar o'sha paytda foydalanilgan. Mahbuslarning kiyim-kechaklari, oyoq kiyimlari o'sha vaqtda foydalangan, shu holatda saqlab qolinishga harakat qilinmoqda. Hamda mahbuslar o'sha paytdagi odamlar ishlatgan idish-tovoq, kosa, piyola, shunga o'xshagan alyuminiy idishlar to'plamini ham muzeyda uchratasiz. Maslahat bergan bo'lardim, juda ajoyib muzey. Ya'ni o'sha paytdagi nohaqliklar, inson huquqbuzarliklarini ochiq-oydin dalillab bergan muzey hisoblanadi. Bu suratlarda o'sha vaqtda o'liklar qanaqa yoqilib o'ldirilgan, o'sha vaqtda suratga olingan ayanchli rasmlar. Konslagerning yuqoridan ko'rinishdagi eski maket hisoblanadi. Biroz dilingizni xira qilishi mumkin. Bu joyda o'liklar olib kelinib, organlari ajratiladigan joy bo'lgan ekan. Ko'rib turgan asbob-uskunalar orqali o'liklarni organlari ajratilgan joy. Organ ajratiladigan xonaga shu joydan o'lik olib kirilgan. Ya'ni bu xona to'la o'liklar bilan to'ldirilgan. Ko'rib turgan rasmiylar o'sha vaqtdagi real rasmlardan hisoblanadi. Bu xona bilan yonma-yon binoda o'liklarni va mahbuslarni olib kelib maxsus dahshatli ishlar olib borishgan. Biroz dilingizni yana xira qilishi mumkin. Ko'ngli bo'shlar ko'rmasligini maslahat beraman. Bu pechxona, ya'ni o'liklarni yoqish xonasi hisoblanadi. O'liklar shu teshiklarga solingan va yoqilgan. Juda ko'p mahbuslar shu mo'ralar orqali yondirib yuborilgan. Bu joy eski holatida qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa holatda saqlab qolingan joy hisoblanar ekan. Pechxonani ostida yerto'la bor. Yerto'la bu otilish xonasi deyilar ekan. Ya'ni asirlar, mahbuslar olib kirilib shu yerda otilgan ekan. Otilgan mahbuslar o'ng tarafdagi mexanizm orqali, ya'ni liftga o'xshagan mexanizm orqali o'liklar ortilib pechxonaga ko'tarilgan ekan va yoqib yuborilgan. Dahshatli ishlar qilingan. Judayam.
Bu otxona hisoblanar ekan. Ot yemlari solinadigan idish. Nega otxona? Oldin nemislar otdan foydalangan, ya'ni asosiy qo'shinlari otdan foydalangan, ya'ni transport sifatida ot minishgan. Otni parvarishlash, otga qarash xonasi hisoblanar ekan. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, konslager o'rmonda joylashgan. O'rmonning o'rtasida butun atrof o'rmon va daraxtzorlardan iborat. Albatta bu yerlarga kelib o'z ko'zinglar bilan ko'rishinglarni juda ham xohlardim. Chunki o'sha paytda qanaqa inson huquqlari buzilganligi, mahbuslarni qanchalik qiynaganligini o'z ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Konslagerning asosiy darvozasigacha kirib keladigan temir yo'l stansiyasi ham bo'lgan. Bu temir yo'l stansiyasidan asosan mahbuslar, asirlar va yuklarni olib kelishda poyezdlardan foydalanishgan. O'sha vaqtdan ishlatilmay, foydalanmay qolingan. Shu holicha saqlab qolingan. Asosiy yuklar olib kelinganda maxsus mahbuslar orqali bu yuklar hech qanaqa sharoitsiz konslagergacha olib borilish majburlangan. Va bu majburlashlar tufayli yuklarni olib borish jarayonida ko'p mahbuslar yo'lda o'lib ketishgan ekan. Hozir ko'rib turganinglar qonli yo'l deb atalar ekan. Bu qonli yo'lda juda ko'p mahbuslar qiyinchilik tufayli o'lib ketishgan, shuning uchun qonli yo'l deb atalar ekan. Lager me'morligida bu tikka ustun toshlar 3 bosqich ma'noni anglatar ekan. Ya'ni jazolanish, mehnat qilish va ozodlikka erishish ma'nolarini bildirar ekan. Bu konslager atrofida qurilgan hudud baland hududni tashkil qilib, aholiga ko'rinib turadigan hudud hisoblanar ekan. 1954-yilda qurish boshlanib, 58-yilda tugatilgan. Qarshingizdagi 50 metr atrofidagi baland bino bu ozodlik binosi hisoblanar ekan. Bu maydon erkinlik, umid ramzi belgisi hisoblanar ekan. Binoning yuqori qismida 6 tonnalik ozodlik qo'ng'irog'i joylashgan. Har soatda ozodlik qo'ng'irog'i jiringlab butun atrofdagi qishloq aholilariga eshitilib turadi. Ya'ni bu ozodlik qo'ng'irog'i hisoblanar ekan. Xotira minorasini pastki qismida katta aylana hudud maydonni ko'rdik. Bu maydonda o'liklar ko'milgan, o'liklar tashalgan hudud hisoblanar ekan. Chunki o'liklar haddan ziyod ko'payib ketib, shu atrofdagi chuqur maydonlarga ko'milgan ekan. Bu video lavha 1958-yilda olingan video lavha, ya'ni ozodlik va erkinlik, umid ramzi bo'lgan Xotira maydoniga bag'ishlangan yig'ilish hisoblangan. Xullas, bu joylarda millionlab taqdirlar yakun topgan va o'zimiz uchun to'g'ri xulosa chiqarib olishimiz kerak bo'lgan tarixiy joy hisoblanadi. Bu shunchaki sayohat emas. Bu xotira, sukut va o'tganlardan to'g'ri saboq olish lahzasi hisoblanadi. Agar videoyim yoqqan bo'lsa, like va podpiskani tashlab qo'yinglar. Undan keyingi videolarimizda ham qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolamiz. Hammaga rahmat. Sog' omon bo'linglar.